Biznesim o'tirib qolgan bor-u, amallab qo'zg'atib olishim kerak. O'shanga mashinani sotib biznesga tiqmoqchiman. Tak что klient topishim kerak. Muammo yo'q, jigar menga sotib yuboraqa, kakras mashinamni almashtirmoqchi. Yur bir qorayib, dam olib kelamiz. Ertaga kakras Dubayga ketmoqchi edim. Sovdam tushib ketgan. Nima balo, odamlarda pul yo'qmi? Nima unaqa bo'lyapti? Ya'g'i, odamlarda pul ko'p, ko'rmayapsanmi? Meni markalarni paypoqda alishtiryapti. Ishxonada ham bardak. Xodimlarning tepasida turmasang, vobshe ish qilmaydi. Oddiygina xat hujjatda ham, отчетda ham normalni yozib kelishni bilmaydi. Qizishma do'stim, tropik davlatlarga ketamizmi? Ananas, mango, pangoga to'yib oling. Men nima darddaman, sen nima dardda? Men birinchi ishlarimni yo'lga qo'yib olay. Hammasini o'zim qilaman. Buxgalterim, marketologam, marketologam o'zim. Yana kechasi bilan tayinli uyqu yo'q. Chota xira ko'ryapti-yu ko'zim. Bir oy Yevropani aylanib kelmoqchiman. Yursani ham olib ketaman. Muammolarimni hal qilmasam boru infarkt quchoqlayman. Bir oy banisida yotaman. Oilamda ham halovat yo'q, vaqt ajrata olmayman. Bolam mensiz katta bo'pti. Ertalab turib oynaga qarab qo'rqib ketdim boru, bashiri qarib ketyapti. Qalay mashina, hali yangi, palon pul ekanu mayli, bosib yubordik. Senda ham biznes bor, nima balo, senda muammolar yo'qmi? Quvondik. Qattan sen menga o'xshab kuchanmasdan biznesingni yurg'izaysan, Husanib. Mani jigar ustozim bor-da, biznes coach Ibrohim Gulamov. Hamma aytgan muammolaringga boru, sekin-sekin senga yechim topib beradi. Biznesingni tizimlashtirish va sotuvni oshirishingda senga yordam beradi. Shuncha payt men senga dardimni aytib yurdim, shuni vaqtliroq aytsang bo'lardi-yu. Voy, uni hamma biznesmenlar biladi-yu, sal e'tiborliroq bo'lsang bo'lardi-yu.